8. Mərkəzləşdiriş. Avtori Doktor Erkin Sıdıq. İki toşqanını tən qoğlasınız, hər ikisini qaçırıb qoysuz. İş ünümü yuqur liderlər mundaq iki iqtidarga ega boludu. Qıldıgan işlarni moyumluq dərəcəsiga ayırış və күшni mərkəzləşdiriş. Qıldıgan işlərinin moyumluq dərəcəsini biladigan, әмма күчіні yığalmaydigan lider qaysi ishlarni qilishi kerakligini biladi, әмма u ishlarni мәңгі tamamlay olmaydi. Күчіні yığalaydigan, әмма ishlarni muhimlik darajasiga ayırmaydigan lider bo'lsa, ish qilishqa qodir, әмма ishida yükselish hosil qilolmaydigan keladi. Ba'zi liderlar barliq kuchini kichik ishlarga qartib oladi. Undaqda qanday qilganda vaqt bilan kuchni bir ishga yaxshi yiqqili bo'ladi. Bu ishda tövəndikidək təkliflərdən faydalanın. Birinci, 70% vaqtınız bilan küçünüzni özünüzün artıqçılıqıga mərkəzləşdirin. Özünün yoşurun küçüdən toluq faydalana alaydigan, iş ünümü yuqur liderlər vaqtının köp qismini yaxşı qıla almaydigan işlərə emas, yaxşı qıla alaydigan işlərə sərf qılады. Muvaffaqiyatlik lider bo'lish uchun vaqtingiz bilan kuchingizni o'zingizning ortiqchiligiga markazlashtirib, ularni texmi taraqqiy qildiring. Ikkinchi, 25% vaqtingiz bilan kuchingizni yangi narsalarni o'rganishga sarf qiling. Taraqqiy qilish o'zgarish bilan barobar. Agar siz bir jihatda yaxshilanishni istaydigansiz, to'xtamay o'zgarishingiz va ilgarilashingiz kerak. Bu deganlik yangi sohalarga qadam tashlash deganlikdir. Agar siz o'zingizning ortiqchiligi doirasidagi bir yangi sohaga maxsus vaqt chiqardikansiz, siz o'zingizning liderligini o'stira olasiz. Esingizda bo'lsinki, agar siz liderlik sohasidagi hamma narsani o'rganib bo'ldim deb o'ylaydikansiz, u sizning tugashganligingizdan derak berdi. 5% vaqtingiz bilan kuchingizni o'zingiz ojiz sohalarga sarf qiling. O'zi ojiz bo'lgan ishlar bilan shug'ullanishdan hech kim xoli bo'la olmaydi. Bu yerdagi muhim masala undaq qilishni imkoniyatning bericha azaytish bo'lib, bu ishni liderlar o'zi yaxshi qila olmaydigan ishlarni yaxshi qila oladigan kishilarga o'tkazib berish yoki ularga vazifa qilib berish orqali amalga oshira oladi. Maqolani o'qibmuş yeri kelganda, agar siz texi o'qib baqmagan bo'lsangiz, mening ömürlük kasbni qanday tanlash kerak bilan ortiqchilik, ojizlik, fursat va tahdid degan maqolamni bir qatimdan o'qib beqishingizni tashabbus qilaman.